Turkiyada aprel oyining o'zida mingdan ortiq noqonuniy yurgan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Turkiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, aprel oyida mamlakat bo'ylab o'tkazilgan reydlarda 15 mingga yaqin noqonuniy migrant ushlangan. Ulardan 1104 nafari O'zbekiston fuqarolari. Bu umumiy ko'rsatkichning qariyb 7,5% tashkil qiladi. Ya'ni Turkiyada qo'lga olingan har 100 nafar nolegal muhojirning biri o'zbekistonliklardir. Turkiya hukumati noqonuniy migratsiyaga qarshi nazorat va tekshiruvlarni kuchaytirmoqda. 2026-yil boshidan may oyiga qadar Turkiyada ushlangan jami noqonuniy migrantlar soni 45.230 nafarga yetgan. Nolegal migrantlar bo'yicha antireytingda birinchi o'rinda Afg'oniston, ikkinchi o'rinda Suriya, uchinchi o'rinda O'zbekiston fuqarolari turibdi. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston va Turkiya o'rtasida migratsiya sohasidagi hamkorlik kuchaymoqda. Ayrim sohalarda legallashtirish imkoniyatlari ham muhokama qilinmoqda. Biroq bu noqonuniy yurish mumkin degani emas. Turkiyada vizasiz muddatdan ortiq qolish, ruxsatnomasiz ishlash yoki noqonuniy yashash qonunbuzarlik hisoblanadi. Bunday holatlarda xorijliklarga nisbatan jarima, deportatsiya va mamlakatga qayta kirish taqiqi qo'llanilishi mumkin. Unutmang, har qanday davlatda sizga bo'lgan hurmat ham, o'zingizning xavfsizligingiz ham qonunlarga amal qilishdan boshlanadi.